Selam dostlar. Hayvanlar dünyasında nindigene can iyasi yok. Onlarning kayberleri bik korkak, ikinchileri ise gayet korkunç. Bugün ana shunday hayvanlarning birisi Silavsin bilan tanışırız. Silavsin tashqi kayafati bilan pisi yashagan. Ammo u yurt mashisidan bik zo'r. Haligi hayvan o'rmonda kun edi. Ko'proq qora narad o'sgan o'rmonlarni o'z edi. U kishi ko'zidan yiroq o'rinlarda yasharga yarata. Silavsinning gavdasi sho'x zo'r. Onun uzunluğu 1 metrga qadar yetadi. Ağırlığı ise 8-15 kilogram şaması. Tepileri zo'r ham kuchli. Üstüne alar keng ham yunlaş. Bunday tepiler anga qorda botmasga yordam etadi. Haligi hayvan meşe samanlar g'aylaligine kira. Onun bosh yanındagi yuni naq shiga soqoli kibik. Quloq uchlarin ise uzun qora sho'xlar bizi. Silavsinning quyruğu qisqa. Aytirsinglar kesib olingan kibik. Yuni sarg'il jirantisda. Haligi jili yumshoq yun o'rni bilan zo'r qora toplar bilan qoplangan. Silavsin kuchli, jitiz ham haylakar janlik. U og'och boshima, qiyo ishina bek jitiz o'rmali. Yurt pisidan ayirmalı bo'laroq suvdan qo'rqmay. Kerak bo'lsa, keng yilg'oni da kishib chiqa oladi. Haligi zo'r pisi yirtqich hayvon. Ya'ni ular it bilan to'yinadi. U buyuk usta ovchi. Silavsin o'rmon suqmog'ida tobishin bek uzoq, hatto soatlar bo'yi sog'alab tura oladi. Onları akringina kelib, kisakkina qurbonini tashlana. Agar tobishi qochsa, ularni quva boshlaydi. Qay vaqt anga soatlar bo'yi quvarga to'g'ri keladi. Haligi yirtqich odatda qo'yan, bulan, susar kemiruvchilarni, hatto yosh qo'shilarni da ovlaydi. Silavsin og'och tamri ostidagi shiqirlarda, mag'ara yoki qiya yoriqlarida o'zini in yasaydi. Boshqa hayvonlarning uyasida yashargada ko'p sirab turmaydi. Chaqirilmagan qo'noqqa ko'plar unni qoldirib ketarga majbur. Chunki ondan ko'pchilik hayvon bek qo'rqadi. Silavsin kunduz o'rmonda yurarga yaratmaydi. Ular kunning yoqti vaqtin inda o'tkazadi. Kun qorong'ilangach, tunla ovga chiqib ketadilar. Tobishin qo'rqitmas uchun ular soq yuradi. Silavsin emizuvchi hayvon. Ya'ni u bolasin sut emizib o'stiradi. Haligi yirtqich ortiq tovushlanirga yaratmaydi. Amina yozin qushlar ham boshqa hayvonlar bilan bir ratda qattiq etib iraldi, miyovlaydi. Nechuk etib deysizmi? Aydagiz birgalab tinglaylik. Bugun Silavsin yo'qqa chiqib boruvchi hayvonlarning birisi. Shunga ko'ra ular qizil kitobga kiritilgan. Qirg'iy tabiatda haligi emizuvchining foydasi zo'r. Ular naq bo'rilar kabi o'kshirli, halsiz hayvonlarni yo'q etib, o'rmonni saqlaylar. Silavsinning umr uzunligi qirg'iy tabiatda 15 yil. Zooparklarda esa ular 25 yil tirasi umr edi. Meşe samanlar arasında Silavsin eng dunyoda kun etuvchi jon egasi. Ularni Skandinaviya o'rmonlarida da ko'rarga mumkin. Oziq ko'p bo'lsa, haligi hayvon yashagan o'rnidan ko'chmaydi. Tobish ozaysa, qo'shinirga majbur bo'ladi. Ko'zlari eski kishab ko'rishi haligi hayvon turida shoq tuysiladi. Hozir aydagiz so'rovlarga ko'shik. Silavsin shulda yasharga yaratami? Yo'q. Afarin do'stlar. Balki u dalada kun etuvchi hayvondir. Yo'q. Dalada yumron, quloqli kirpi, qo'shayoq, dala qo'yani, dala tulkisini uchratib bo'ladi. Ammo Silavsinni onda ko'ru olib bek shikli. Olaysa u o'rmonlarda yashaymi? Ayye, naq shulay. Silavsin o'rmonlarda kun etadi. Ular bigrakda qora narad o'sgan o'rmonni yaratadi. Silavsinning yonida bo'y qora tusda sirlari bormi? Yo'q, durust javob berdingiz. Bo'y qora sirlar yo'lbarisda bor. Balki Silavsinning yoni oq timgilar bilan qoplangandir? Yo'q. Afarin yosh do'stlarim, bunisini da bildingiz. Haligi yirtqichning yonida oq timgilar yo'q. Balki uning yonida qora toplar bordir? Ayye, bildirdingiz. Shundan da Silavsinning yonidagi qora toplari osha bek tez tanib bo'ladi. 3-so'rovga ko'shik.
Сіләусін ауға күндіз шығамы? Юк. Дөрес, ул көндез вакытын оясында үткәрә. Ауга чыкмый. Бәлки алар табышын төнлә аулыйлардыр? Әйе. Әлбәттә, Сіләусін төнгә йырткыч, шуңа да ул ауга төнлә чыга. Әнә шундый җан иясе ул Сіләусін. Дуслар, хайваннар дөньясында без телгә алмаган җан ияләре бик күп әле. Алар белән сезне киләсе очрашуларда таныштырырмын. Ә бүгенгә хуш-хуш.